degin onajon. Qishlog'imda go'yo bir g'azal eding Ra'no, aynona yuzim Ra'no. Андрей. Rahmat, hammani baramla tavrik qiling. Endi davraga bir do'stimiz taklif etamiz. Davraga beramiz. Qanday bo'lyapti? Yo'q-ku, tashkillat. Sağ ol.
Boshimga yetar ko'zing og'ir kunda qadrlagan eng yaqin do'st do'stim deding dunyo nimalar yolg'on do'st bo'lmaydi bilsang sharob yoki janon qayda bo'lsang hamki bo'lgin sog'u omon mening do'stim qo'rqma do'stim bor bu dunyo kelar ketar yolg'onchida hamma yaxshi yomon o'tar halol yurgan do'stlar niyatiga yetar mening do'stim Jasur, ikkita. Kattakon rahmat. Endi davramizga qishlog'imiz oldi ayollardan Saida onamizni taklif qilamiz. Bayram bilan tabriklash uchun. Saida onamiz, marhamat. Saida ona davramizga taklif qilamiz Saida ona. Aziz qarindoshlar, mana bugun Navro'z bayrami bilan hammamiz do'st dushman birgamiz. Shu kunni ko'rsatganiga Allohga beadad shukrlar e'lon qilaman. Hammalaringizga sog'lik, boylik, tinchlik, xotirjamlik, omad tilayman. Shu boylar xalqimizda har doim boyligi, sog'ligi yuqori bo'lsin. Allohim odagan bo'lsin, qo'shqillab bersin. O'g'il ko'rmaganlar o'g'il ko'rsin, qiz ko'rmaganlar qiz tug'sin. Shu boylarni boy bo'lib o'yin kulgida yuraylik. Men mana shu kunni ko'rsatib qo'ygan birinchi bor Allohimga, keyin prezidentimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va quvonchilarim sig'masdan ikki og'iz she'r o'qiyman. Faqat yomon ko'rganlar eshitmasin, yaxshi ko'rganlar eshitsin. Hamma eshitdi uni. Yoshni, qarini, boyni, kambag'alni bir ko'zda ko'rgani uchun to'lqinlanib yozgan she'rim. Do'stlar, do'st bo'lsin, dushmanlar mayli ketsin. Shu qishloq oralab, cho'lmi, qirmi, bog'mi oralab, qo'lidan kelsa yaxshilik qilyapti. Qo'ldan kelgan ishini qilyapti. Rahmat. Men o'zim ham tikish mashinasini oldim. 8 pulni oldim. Shunga yuraklarim. Aslini. Tutolmasman. O'zimni. Biloqlari qaynab ketdi ko'zimni. Har yoshni bir ko'rdingiz, boy kambag'al teng ko'rdingiz. Tog' toshni bog' qildingiz, cho'lni guliston qildingiz. O'g'il qizni o'ynatib, bul qilib sayratib, etdingiz-ku jahonni lol. Jahon qayil qoldi-ku salovatingizga. Rahmat aytay otangizga, rahmat aytay onangizga. Ta'zimdaman ustozingizga. Rahmat, mana sizga tog'iz yaxshi yomon gaplarni bergani uchun, hurmat qilgani uchun. Boylar xalqining hammasi boy, sog', yaxshi odamlar bo'lishiga tilakdoshman. Bayramlarimiz har doimga bo'lsin. O'g'il bermaganlarga o'g'il, qiz bermaganlarga qiz berib, kelasi sog'lig'imiz ko'paysin. Eylar bayram tabriklayman. Tabriklar. Endi chiroyli so'z navbatimiz bor ekan. Sardor akamiz kelsin, so'z navbatini beramiz. Sardor aka, To'lqin aka, Ilyos aka so'z navbati bor ekan. Tabrik so'zlariga
Kelingizlar, Sardor aka, To'lqin aka, Ilyos aka, kelamiz. Sunnat aka, siz ham kelgansiz. Kelingizlar. Sunnat aka, Sardor aka, To'lqin aka, Ilyos aka, kelingizlar so'zlar va tabrik so'zlariga. Videomizdan bormadingmi? Va davlatga granat o'ynayapti, qara. Kelingizlar, ismlar aytib o'tilganlar. Yigitlar tayyorgarlik ko'rib, she'rlar yodlab turinglar, oz chaqiramiz. Chaqaynapti. Az hamshirlar shu bayram munosabati bilan juda ko'p tabrik so'zlarimiz bor. Ro'shan salatchi. Bu power To'lqin aka marhamat. Ana xudo xolasa ochdi. Bos, ana yana. Bitta ochimda bir yaxshilab tushirib bering. Go'sh olayotganda chaqiraman. Ochayotganda. Ana o'li chiqdimi? 20 ming. Biz bundan ham yaxshi tashkil bo'laversin. Bu hayot davom etaveradi. Yaxshi ham o'taveradi, yomon ham o'taveradi. Faqat bu o'zimizda yaxshi amallarimiz bilan doimo yaxshi iz qoldiraylik. Umuman boylar qishlog'i hayotida, Qiyot mahallasi nomidan boylar degan joyida faqat yaxshi amallarimiz qolsin. Ertaga biz o'tib ketgandan keyin yaxshi fikrlar bilan, yaxshi o'y-xayollar bilan odamlar bizni eslasin. Barchaga bayram muborak bo'lsin. Hammamizni keyingi yillarga ham 4 festivallikda 21-22 martlar nishonlash nasib qilsin. Hammamiz 4 festivallikda mana shunday yaxshi kunlarda uchrashib turaylik. Yana bir bor bayramlar muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat To'lqin aka. Yaxshi niyatlaringiz o'zingizga har doim hamroh bo'lsin. Juda ham chiroyli gaplarni aytdingiz. Mana shunday kunlarda bir-birimizga mehrimiz qanchalikligini o'zimiz sezib qolamiz-da. Shu mahallamizda boylar qishlog'iga teng kelayotgan qishloq yo'q. Buni barchangiz bilasiz. Ilohim shunga ko'z tegmasin. Keyin operatorlar hamma tomonni o'ynar. Bitta kamera bo'lmaydi-da. Bolalar o'ynar buni, montaj qilamiz hammasini. Bu da tarix bu. Kelasi yil kim bor, kim yo'q, 10 yildan keyin kim bor, kim yo'q. Bu yaxshi narsa bo'ladi. O'nglar har bir bolalargacha tushsin. Bayram yaxshi o'tsin. Hammaga muborak bo'lsin. Marhamat. Yaxshi. Rahmat, keyingi ishlaringizga omad tilab qolamiz. Mana endi davramizga yosh qizlarimiz raqs tayyorlab kelgan ekan, o'shalarni tomosha qilamiz.
Son olamiz. Rahmat. Hozir she'r aytayotganlar bor ekan. Tohir ukamiz kel. Tohir. Kel. Mushtari muborak qizlarimizdan. Jo'rabekdan she'r eshitamiz, Jo'rabek. Assalomu. Hey! Reis. Olam ham barobar chechagimni sakan boychechak. Rahmat. Yana kim bor? Bola, qaysi yana qilayotganim bitta? Bolalik kunlarimda ko'zsiz tunlarimdan ko'p ertak ishdan Bo'ldi. Tosh o'ynayotgan tosh. Rahmat. Kim yana? Kinglar. Uchib yurarman shamollar, yelpib-yelpib har yerda qirg'oqlarda soyabon tog'lar, oynasidan ko'rar ishni tong yillari o'ynab qopsigan jizalarga kirib yo'qolar. Kiye oyoqdan zag o'tib ketdi. Kiysan kiy. Oyoqdan zag o'tdi kiy. Kiy kalishdi kiy. Kiy. Qadingar patdan bay chiziklar dilib baqdi. Bilginlarga yog'ib, sizlarga urib Orada buram to'g'rilarga bo'lib qilib yarim. Hammasi O'zingga ham olib qo'yam bitta. Keyinlar, kim she'r aytadi? Keyin. Katato'ydi. 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 Rahmat. Katato'ydi. Aytgani. Tog'da yanar lalalar. Qor endi o'ynayver. Tog'da chopar bolalar. Qor endi o'ynayver. Rahmat.